Endi больницаdan chiqib to'g'ri bankka borishim kerak piyoda. Mashina ham yo'q. Chunki avariya bo'lgan kunimdagi pulim Farruh akada edi. Farruh aka meni bank hisobimga tashlab bergan ekan. Endi bankka borib yechib olish kerak bu pulni. Keyin o'sha pulga arendaga mashina olaman e'lon berib. Voh, juda charchab ketdim. Endi bankka kirib yechib chiqamiz u pullarni. Endi shu yerda odam ko'payishini kutib e'lon berish kerak. Arendaga mashina sotib olaman, arendaga mashina sotib olaman, arendaga mashina sotib olaman. Odam kelyapti. Ha, kerak. Ha, arendaga olmoqchiman. Ko'raylikchi mashinani. Wow, shumi? Shumidi? Hop, roziman, oldim shuni. Bolalar, qaranglar, shunaqa mashina oldim. Nissan nomi, adashmasam. Ha, Nissan 2 o'rindiqli. Shuni oldim, baraka kalitini berdi hozir. O'tirib bitta haydab ko'raylikchi. Qanaqa mashina ekan. Bu odam ham afka bo'lib qoldi. Unda haydab ko'raylikchi bitta. Wow, kichkina bo'lgan bilan sallolari shikalat ekan. Haydalishlari ham zo'r ekan. Xullas, mashina menga yoqdi. O'zi aslida men ana u qizil neoni bor gelikdi deb o'ylabman. Orqasida turgan ekan mana bu mashina. Mana buni asalligini qaranglar, zo'rligini. Bo'lsa pul topaman bundan. Mana bu yerga parkovka qilib qo'yaylik hozircha. Xullas, roziman bro. Keling bitta qo'l tashlashib qo'yaylik. Xullas, bitta roziman. Bo'ldi, olaman bro, yoqdi menga. Kartezga tashlab qo'ydim pulni. Bo'pti, aka, gaplashamiz. Zo'r mashina, krasavchik.
O'rtog'im mashina olsang senga bitta ish bor dedi. Hozir o'sha ishga borib ko'ramiz. Pochtalyo'nida u ish. Qani ketdik. Mana yetib ham keldik. Mana bu yerdan o'ngga burilish kerak edi. Ha, mana pochta binosi. Mashinani qulflab qo'ydik va ichkari kirib ketamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima xizmat? Men shu yerda pochtachi bo'lib ishlamoqchi edim. Nima? Siz bog'misiz-ku, biz bog'mizlarga ish bermaymiz. Yo'qoligi bu yerda. Yo'q, sizlar meni noto'g'ri tushundinglar. Kiyimim shunaqa xolos. Men bog'miz emasman. Mashinam bor, pochta tarqata olaman. Bo'pti, sizga bitta pochta beraman. Shuni o'z vaqtida tarqatib bersangiz, pulingizni ham beraman. Pochtani olishingiz mumkin. O'ylab qo'yadi, mana pochtani oldik. Rosa injiq ekan bu yerda egasi ham. Endi mashinaga o'tirib olib kelamiz pochtani. Shu yerdan katta yo'lga chiqib olsak, yedovli ekan. Katta yo'lga chiqib olsak, chapga va to'g'riga ketaveramiz. To'xtamasdan bosaveramiz endi. Va hoziroq kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Biz 100 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Sizning obunangiz bilan biz 100 ta obunachiga erishamiz. Men sizga ishonaman va obuna bo'lding. Va menga bitta case berildimi? Ha, menga bitta case berilib, sotib ko'raychi. Qani, nima tushadi? Pulmi? Yo'q-mayo, $100,000. Yo'q-mayo, atga $1,000 sarflab 99,000 ishlab oldim. Yo'q-mayo, nima bunchalar omadliman? Yo'q. Bunga endi yangi arendaga mashina olsam bo'ladi, lekin mana bu mashinani olib bo'ldim-ku. Ha, mayli, shuni haydab yuraveray, yana yaqinda boshqa mashina olarman. Voy, qo'llarim charchab ketdi. Oxir zakasni ham toshib bo'ldik. Endi orqaga qaytaman. Kallamga zo'r g'oya keldi. Hozir taksistlik qilsam-chi bu mashinada? Masalan, Arzamasdagi avtovokzaldan stoyankagacha 2,5 mingga. Zo'r g'oya, qanchalik uzoq bo'lsa, shuncha ko'p pul keladi. Qani, avtovokzalga yuraylikchi, odam bormikan? Ha, mana odamlar bor ekan. Qani, hozir yozib ko'raylikchi. $2,5 taksi. Bering. Do'stlar, mana birinchi klient. Parkovkagacha olib borib qo'yaman ekan. Hop. Mana keldik aka. Gapirmasdan ketib yubordi hattoki.
Bu yerda bir odamning puli yo'q ekan. Men shu odamni ko'rib bir yaxshilik qilgim keldi-da va uni tekinga olib borib qo'ydim. Va men daryoga borib cho'milishga qaror qildim. Chunki ust-boshim yomon bo'lib ketgan edi. Cho'milib olib yangi kiyim olishga qaror qildim va men ham bu mujlikdan chiqishim mumkin edi. Qani unda ketdik. Agar hozir kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, shu yerga hozir bomba tashlab sakrab beraman. Menimcha obuna bo'ldingiz, men sizga ishonaman va qani ketdik. Endi esa yangi kiyim olgani ketdik. Yo'lda bir odam piyoda ketayotganini ko'rib qoldim va o'sha odamni olib oldim. Chunki u ham menga o'xshagan bo'lmish-ku. Mana kiyim do'koniga ham keldik. Endi kiyimlarni kiyib chiqamiz. Mana bu krossovka, mana bu shimni oldim. Ha, bo'ldi. Xo'sh. Mana bu krossovka, mana. Qalay? Hozirgi ko'rinishimga shu kiyim mos keladi, chunki nima desanglar, bandaga qo'shilmoqchiman, ya'ni jinoiy guruh. Nega harom-ku desanglar, to'g'ri harom, lekin halol topish uchun juda harakat qilishim kerak. Hozir menga juda ham pul zarur. Keyin halol ishlayman. Hozir shu kiyimda bo'lsam, meni bandaga olishadi. Do'konning egasiga pulni berish uchun bankka borganimda mana bu bo'lgan ishni qarang. Bir odam mendan pul so'rayapti. Xo'p, beraman dedim va 10 ming bersam nima bo'ladi? Rozi bo'lasizmi desam, mana bu degan gapini qaranglar. Keyin esa bankdan astagina surib oldim.